Ben alabilmeyi hayvan! Voy. Kim o? Men dostum Rabiyem. Ha, Rabiyemsen. Qanday ahvalın adaş? Ahvalim yaxshi. Qara adaş, bu er-xotinlar arasidagi ish bo'g'ashqa o'tganda sana gap qilmagan edim. Endi sening yana davomli xo'rinishingga zodi taqat qilib turamadim. Shunga bugun kech soat 9:20 atrofida bizning mehmonxonaga kel. Sana bir fursat yaratib beray. Eringning san qilgan vafosizligini o'z ko'zing bilan ko'r. Nima deydigansan? Bu gap to'g'risi. Nuriman, benim hakkım, cefakeş hayalim. Ben sana vefasızlık kıldım. Beni geçirgin, ben azgın, vefaklı cefa kıldım. Ben adimi hayvan, ben adimi hayvan! Kerim Hoşu, 30 yaş. Eğer o avantgard partisikilatının muqim işçisi bulup, ma'lum bir kuni cemiyetteki alqab ağınları bilen arak içip,
egir mas holda ish o'rniga kelgan. Paxt ishlar atrofida har qanday yiqilg'iga oid narsani atkirishga bo'lmaydiganligini bilib turib, qarovulning to'sishi bo'lmay tamak chekib, hamda tamak qoldig'ini tashlab, paxt zavodiga o't ketish voqeasini keltirib chiqarib, davlatga egir iqtisodiy ziyon solgan. Sud mahkamamiz Kerim O'shurning bu jinoyat uchun munosabatlik tarmoq moddalarga asosan 8 yillik qamoq jazosi hukm qildi. Kerim. Adaş, sen mi geldin mi? Adaş, bu uşaq balalarım bilen ben qandaq mı qılaman? Ben qandaq mı qılaman, Adaş? Bayanızı elin. Yerim qılmam. Bo'ladigan ish bo'ldi. Har ikki o'g'lingizni yerim qilmoq, ha? Rahmat. O'g'lingizni yerim qilmoq. Tutun boyada ushqash o'g'ilmabdi degan gap bor. El jamoat, mana biz qo'lim qo'shna bor. Chiroyingizni hargiz sarg'aytmaymiz. To'g'ri. Har qanday ish bo'lsa biz qo'lim qo'shna. Sizga rahmat Ahmad aka. Yelim sizlardek yaxshi qo'shnilarim bo'lib qoldi ekan. O'zingizni ayang, ha? Men bu yerga keldim. Mayli. To'yga bermay. Mayli. Qo'shamiz. Shuni demam bilan. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lash bilan hech qanday ish hal bo'lmaydi. Bo'ldi, yig'lama. Ko'nglingni buzma, do'stim. Uşaq balalarni o'ylag'in, qizim. Qani, ichga kiraylik. O'zingni asrag'in, do'stim. Qani, choy ichi. Buningda muag'ash o'tiradi. Bo'ldi, yig'lamag'in. Ko'nglingni yerim qilma, do'stim. Yig'lash bilan hech qanday ishni hal qilib bo'lmaydi. Sening bilan ko'rishmagilmi xili uzun bo'pti. Bugun boshqalardan Nurimanning yo'ldoshiga kesim e'lon qildi ekan deb anglab, atdigandalik kelgan edim, adash. Ko'nila hamma bola qazoning ochqichi haroq debdi ekan. Qanday qilib bu haroq kechki taqdiring bog'lanib qolgandi, jinim do'stim. O'qiyotgan chaqlaringda Nini yigitlarning havsini keltirgidek, nini qizlarning hastini qo'zg'ig'idek qiz edim, jinim do'stim. Kerim azaldalla haroq ichmaydi, tamaki chekmaydi. Uni bir qancha alqanat og'inalari yo'ldan chiqardi. Keyin haroq ichadigan, tamaki chekadigan bo'lib oldi. Endi buningdan keyin qanday qilay deysan? Balalaring tek kichikkan. Oldimda ikkili yo'l bor. Biri uyma-uy, ko'chima-ko'cha yurib tilamchilik qilish. Yana biri narsidalarim uchun jon tikib ishlash. Lekin birinchi yo'lga o'lsammi kirmayman. O'qiyotgan chaqlaringdimi? Hech kimga bo'yin qismaydigan, boshqalarga yalurmaydigan. Og'zingda lipmili qon bo'lsa-mu, dushmaningning oldida tukirmaydigan, jafoga chidaydigan, g'ururliq, vijdonli qiz eding, jinim do'stim. Qani, choy ichga o'tir. Haras, sen hozir nima ishlayapsan? Ha? Ish o'rnimni so'rayapsan. Esingdimi? Ikkimiz o'tir maktabni bitirgandan keyin sen dadang kasal bo'lg'achqa dadangning yiniga ketib qolgan eding. Meni tag'am yo'l menga to'qimchilik fabrikasiga o'rlashtirib qo'ygan edi. Men shu yerda bir texnik bilan to'y qildim. Har ikkimiz shu yerda ishlaymiz. Uyimizmi zavodning ichida. Turmushimizmi nihoyat ko'ngillik. Her halda xil xotirjamligini balang bormi?
Bir oğlum var. Bu yıl 5 yaşga kirdi. Biz bir sınıfta o'qigan do'stlardan 10 nechimiz shu yerda turamiz. Seni davomli aslab gapingni qilib tursaqmi? Sening bilan hech ko'rishib bo'lamidik. Ko'nglingni yerim qilma. Bundan keyin seni yo'qlab turamiz. Biz endi uchrashdik. Bundan keyin hargiz yolg'izlik his qilmaysan. Rahmat sana. Vaqting bo'lsa pat-pat kelib turasan. Endi kerim turmadi. Men uşaq balalarım bilan yolg'izlik qoldim. Mening ishim aldirashdi. Sening bilan ko'rishib bo'ldim. Bundan keyin seni pat-pat yo'qlab kelaman. Ko'nglingni yerim qilma. O'zingni asrag'in do'stim. Mangam sal. Men qaytay. Duo qiltayini. Allohu akbar. Yana vaqting bo'lsa, bizning uyga qolamiz deb turgan. Men mangay. Nurima. Siz meni Göhürüm. Göhürimizni Qashqardan chaqlarimiz mı bo'larmi? Ay qaram. Ay mağa guvoh. Men abidil abad Göhürümni bağrımda saqlayman. Man qarang Göhürüm. Aytiq sizdan sizchu deb so'rayotdim. Ayg'ı deb qo'ying. Mening vafo rishtim aqidaga aylangan. Rasman. Omah balam. Dadaq balam. Apa? Oy. Qarang balam. Dadangiz keldi. Yaxshi turgansiz. Saykik tatlanmaga keldim. Akilim balni men alay. Qaytib keldingiz. Qarang. Charchagansiz. Sizning oyig'ingizni yarashib idarada texnik mukofot pul taqibdi. Nədikiri? Həmidin bəkirək yaraşqını qızımız Minəvərdi. Ras qızım Minəvərlə oyig'imi bək yaraşdı. Munanayla oyiğı bək yaraşdı. Munanay, 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 munanay. Obdan qizim, tamog'ingizni yeb bo'lib, ukuningizga obdara qarab turing. Men sirtqa chiqib ish izlab boqay, ha? Ukungiz yig'lab kelsa, potolkadagi sutni berib turing, ha? Oy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz musho'rining xo'jayini bo'lamsiz? Shundaq. Bir ishingiz bor o'xshamamdi. Men ish izlab kelgan. Men qig'idak bir ish bormidi? Sizga bu yerda qig'idak hech qanday ish yo'q. Odamlarimizmi to'liq. Kirqatlarni yuvib bersammi maylidi? Kirqatlarni o'zimizning kiralg'usi bor. Biz shuni yuymiz.
Hey, sana. Bu yoqqa keling. Siz qarag'anda siz ko'p chapadatgan tursiz. Agar xohlasangiz oshxonalarga yoki bo'lmasa eng yaxshi oliy maktablarga borsangiz siz qilg'idek ishlarni tepilib qoladi. Rahmat sizga. Oliy maktab o'quvchilarining ko'pinchisi kirqatlarini kirjush o'rinlarga olib beradi ekan. Siz shu o'rinlardan jush bahosini belib olib, o'quvchilarning kiyim-kechaklarini ulardan azaroq yuvib bersangiz, balki turmushingizdagi qiyinchiliklar bir oz yengillab qolsa ajab emas. Rahmat. Yo'l ko'rsatganlarga ko'p rahmat. Men bir baqay. Xo'shamsa. Bo'ldi qila. Yaxshimisiz? Biror ishingiz bormi? Uydagi kirqatlaringiz bo'lsa yuvib beraymikin deb keldim. Salohiyatgoningiz bormi? Ko'rib boqay. Mana. Opa, jiydigan kir bormi? Kir jiydigan ayol kelibdi. Ozroq bordi. Salohiyatgonimiz bormi ekan? Diqqat qil. Oldamchi bo'lib qolmasa yana. Pakizarek yonjimi? Boldiroq akab berasiz. Bo'ladi. Salohiyatgonamiz bizni qolsin. Hozir qadamlarga ishengil olmaydi. Adil akab beraman. Adam bormi? Kim o?
Qani kiranglar. Bu yoqqa kelib o'tiringlar. Qani Teştiriplar. Nuriman, bu aylık su tok, axlat pullarini töylep etsangiz bo'pti. qancha pul? Hammasi 95 yuan bo'pti. Nemancha jiq? Tok su soati bo'yicha yozgan bo'lsak, uningdimi jiq bo'lib ketadi. Mahal mudiri sizning qiyinchiligingizni ko'z tutib, pulning yerini ko'tiribdi. Ko'tirayotgan qismini mahaldagilarga chechib etdik. Ma'qul, chiqib beray. Mana. Sana verin. To'liq gap. Mal qo'l qo'yibdan. Aql. Amsi biz chiqaylik. Chiqamsizlar. Ma'qul amsa. Xo'sh. Ma'qul. Uzatmadim amsa. Apa qizim, ular amdi bir oygacha pul deb kirmaydi. O'ng'ich men ishlab, jiq pul topaman. Sizlarni hargiz osh qo'ymayman, oppan qizim. Xotirjam bo'linglar, ha? Chiroyli qizim. Yaxshimisiz, xonim? Men kiyimlarni keldim. Bu kiyimlarni tekshirib olaylik. Yey, mana demadimmi? Bu haqda ishonch yo'q deb. Mushundaqmi kirjamsiz? Bu degan shipin ko'ynak tursa, mushundaqmi jug'an bormi? Qarang, o'rilib ketibdi. Xafa bo'lmang-da. Qizingiz bergandala mushundaq kentoq. Mana yo'pkamning qatligi so'kilib ketibdi emasmi? Mushundaqmi ish qilgan bormi? O'zining bo'lmagan ekan, mushundaq qiladi-da. Sog'lim, so'kilib ketgan bo'lsa, men chondirmay tikib beray. Akila, buni sen qilmaysan. Bunicha mashinada tikkan, xohlagancha tikilib olmaydi. Yey, meningga qaranglar. Yey, ma yo'pkunicha texi. Mushunda qo'lingning uchidan ish qilsang, kim o'sanga kir yug'izdi? Nima degan mehnat yo'g'an? Sizlarga ish haqimni berish tasgagan bo'lsa, amsi men ketib qolay. Qara, bu sayroqlikning qilgan ishiga. Salohiyat guvohnomamni qo'yib berasizlar. O, shnadati unimisi. Mana ala. Mushundaq kirjuydigan bo'lsang, hech kim seni ishlatmaydi. Tezroq chiqib ket. Boldiroq bilgan bo'lsam, hargizmi yug'izmas ekanman. Men sizlarni hayonimizni biladigan bilimli oila deb o'ylab qopti ekanman. Bo'ldi. Ish haqimni sizlarga sadaqa qilib etay. Qandoq degan bir nima bu? Kerem. Boshliq, Keremning ayoli Nuriman uni yo'qlab kelibdi. Kirsinmi? Kirsin. Kiring. Rahmat sizga. Kiring. Yaxshimisiz, boshliq? Yaxshimisiz? Keling. Yo'lchim Kerimni yo'qlab kelgandim. Kerimni yo'qlab keldingizmi? Shundaq, uning bilan ko'rishsam bo'ladimi? Kerimni boshlab kel. Ma'qul. Kiringlar. Kerim. Qanaqa ahvolingiz?
Yaxshi turvatamsiz. Yaxshi. O'rg'lab qopsiz. Qiynaldingizmi? Yo'q. Yaxshi turvaman. Yaxshi. O'zingiz-chi. Tezroq qaralishinglar, ha? Ma'qul. Ahvolingiz yaxshidir. Yaxshi. 2 haftadan beri xizmat izlash bilan bo'lib ketib, sizni yo'qlab kelamadim. Meni kechiring. Yo'q, Nuriman, undaq dema. Hali haftada bir degadak. Yaxshi tomoq, kiyim-kechak akilib yo'qlab turyapsiz-ku. Shunga mening ko'nglim to'q. Yuragim putur, turmushim xotirjam turyapman. Lekin siz mendan xotirjam bo'ling. Bolalarimizni yaga qaratmadim. Har kuni kechda uchimiz sizning gaplaringizni qilib, qachonlarda uxlab qolganligimizni to'ymayli qilamiz. Nurima, sizni chapada qo'ydim. Bolalarimning sizning ajr saxovatlaringizni qaytirgan kunlarmi bo'lib qolar? Men sizga yuz kelmayman. Undaq demang, Kerim. Xuddi yot odamlardek gap qilyapsiz-ku. Biz degan bir oila kishilari tursak, nimalarni deyapsiz? Shundaqdimi yuz kelmayman. Kerim, men qarang. Siz go'shnam bilan palov shundoq amroq-ku. Bugun siz bilan ko'rishadigan bo'lg'ashqa. Siz eng yaxshi ko'radigan tomoqlarning hammasini sizga atab akeldim. Rahmat. Qarang, alqonlaringizga. Men bo'lib ketdi. Xuddi oqpaxtadek etilib ketibdi. Sizga kirishdi. Boshqa ishlar tepilmasmi? Kerim, ko'nglimizni buzma. Bunday qilsangiz, men pek beram bo'lib ketman. Nuriman, necha oyda bir haqiqatim kelsangiz bo'ladi. Bundaq har kunda bir kelib, meni yo'qlamaysiz. Sizga mu javob bo'ladi ekan. Uning ustiga uşaq bolalar uyning ishlari sizning zimmangizda tursa, uning sizmi minutlarni sanab o'tkazayotganligingiz menga ayon. Uning ustiga qatmuqat besib sizni yiqitib qo'ymasin deb ansirayman. Xotirjam bo'ling. Tangrim narsiyada ikki qizimizni o'yladim. Hozirgacha hech qanday kasal bo'lib qolmadim. Mendan ansirma. Vaqt to'shdi. To'xtab turing. Ma'qul. Kerim, buni elib eling. Rahbarlarning so'zini anglab, balduroq uyga qaytishingizni umid qilaman. Cho'qim baldur uyga qaytdim. Ma'qul. Yuring. Xo'sh. Hey, Nuriman. To'xtab turing. Rabiyan. Qandaqroq ahvoling? Yaxshimisan? Uyey, bir oy ko'msam, shunchalar o'zgarib ketibsan-ku. Yaqay, g'arg'iliq yetgan o'xshaydi. Kasal bo'lib qolgansan, a? Yo'q, turmush so'riqchiligi bo'lmadi. Ishlarning uylariga berib, yo'yadiganga kirqatlarni yig'ib-o'taman. Bakmi tas ish qilib qopsan. Suv degan odamning so'q angizini oshiribdi-da. O'zingni asirg'in. Biroq menga bundan boshqa ish tepilmasa, bundaq o'zingni o'pirtib japa topqicha, bundan osonroq kuching tushliq oshxona, do'kon yoki restoran degandek yerlarda ishlasang bo'lmasmidi? U deganingga to'g'ri adash. Biroq bolalarimni kim beqib berdi? Bolalarim kichik tursa, uning ustiga u o'rinlarning oyda beradigan 2-300 so'm puli bizga qanday yetadi? Sosiypazlik oqidigan hunar ekan, shuni qitaqansan-ya. Burun menmi o'ylagan, biroq o'zim yolg'iz yetishmaydi ekanman. Boshqa bir odamni ish o'tay desam, to'liga chiqish qilolmasmanmikin deb o'yladim. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Men tijorat kinishga solmoqchidim. Nimaga tunishtirmoqchisiz? O'pkisib qo'yib sotmoqchidim. Eshingizni saqlab turing, a? Ma'qul.
Rahmat sizga. Naqlansa xo'sh. Namangayamsa xo'sh. Rahmat sizga. Yaxshimisiz boshliq? Oy, sizkensiz-g'o. Ismingiz Nuriman-g'o deyman. Siz qanday bilasiz? O'tganda bizning uydagilarning kirqatlarini yuvib berib ekansiz. Qizim bilan ayolimning til ahonatiga uchrabsiz. Yo'qsa, men o ishlarni unutib ketdim. Biz boshqalarga hojatman bo'lg'ashqa kishilarning har xil muomalasiga uchraydi ekanmiz. Birisi tillasa, birisi maqtaydi ekan. Birisi ichi og'ritib mardlik qilsa, yana birisi Mundaq dansanglim. Akilang. Sal to'xtab turing. Qarag'anda beshingizga eg'ir kun kelibdi. Bir ayol uchun aytganda bu oson emas. Nayt g'ayrat ekansiz singlim. Mening bu ishim vujudga chiqarmi? Cho'qin chiqadi. Xotirjam bo'ling singlim. Men hozirla rasmiyatingizni bejirib beray. Rahmat sizga. Birdam saqlab turing hamsa. Ma'qul. Bu pulni sep qo'ying. Oy, yo'q. Eling. Yo'q. Bu pullarga solmayman. Yo'q. Kelma, paklan güçme ha. Karga mana, ha? Ake koyunun güçü ha. Görün. Şundak yakşı ha. Yanıl soğan koy ha. Karan. Paklan güçü. Oy, yaxşıtırdın mı? Sınım Nuriman göl. Kandak ahvalınız yaxşıtırıp atam siz. Vallahi teşikti. Bir gücü turup ahval soruşamadı. Ne degeni? Helim o pat kalla pakalçak kirgizip turmuşumuzun optan haber edip turvadılar. Bu terikçilikten işleriniz ha. Bu yerga go'shag'il kelganmidingiz ya? Yo'q, go'shag'ini kelmadim. O'tkazib qo'yib sotaymikin degan. Ukam yalsan, men go'sht qarab tura. Singlim kelib qopti, ozroq bir narsa olmoqchi kelman, berib elish berib kelaman. Ma'qul, beravering. Ma'qul. Singlim siz bakchi damliq kelsiz. Kerini yo'qlab turyapsiz. Fursat bo'lsa yo'qlab turyapman. Firma rahbarlarining deyishicha, har holda yaxshi ishlab etibdi. Balkim kechirim qilinib, muddatim burun chiqib qolishi mumkin. Helimo har qaysinglar bor ekansizlar, qo'shnidarchilikni o'pdan yetkizdinglar. Buguncha 3 ni olay. Ma'qul ekan. Elang. Mana pulamutga. Voy, sizga bu pul kerak tursa, qo'shni bo'lsang, bo'lak bo'l. Bo'lmasa bo'lak bo'l degan gap emasmi? Bu qanchalik ishdi? Biz qo'shni tursak, bunda hisob bo'lmaydi. Bu bolalarning rizqi. Ma'qulamisa, ha? Pach pul tushganda hili hisoblashaylik, ha? Tilinar şu haman yürek bağrını Dileğimiz
Haqiqiy inson barchaga amallik osoyishlikni ko'rsin olamgan ketarmiz hamon kunsan bilimdan savobli ishni Saqlab turing. Nima saqlab ketdim ha? Ha, mana. Ötküz piyalı mehmonlar, ötküz piyalı. Qani kilonli mehmonlar, o'xshagan ötkizib. Ma'qul mo'ma, saqlab turing. Mana oz qoldi. Og'zinglarga tetimiz qulamayman jimo. Bulan. Ha, mana. Mana saqlab turing. Mana bu sizning ajab o'xshab turibdi. Ha, men bir qacha. Ha, menikini berib atmabsiz. Mana sal saqlab turing. Ha, bulan. Ha. Bulan. Çağır aytdim. Bu meni bulan. Ha. Ha, bulan sarsa bo'lmabdi. Ha, men bir qacha. Voy, Kilonli mehmonlar, o'xshagan o'tkiz hisobini kelinglar. Acha qarab qo'ysinchi. Bo'lmamsiz, ishga kerak. Voy, qo'saq ichib ketdi-ku. Voy, o'chirib saqlagan. Ne vaqt siznikini yeymiz deb. Saqlab qo'yishni. Ha, buning ishga kerak bunda. Ha. Mana bir qacha kerak ha? Mana bu sizning. Bizni iqtisod qilib qo'yamsiz, qo'ymamsiz. Ma bozor bizgim qolsin xinim. Bizni uchun jamba qilib qo'ying. Balduroq tugitib, balduroq uyga qaytay degandim. Balllarım kichik qizim uyda uxlab qolgandi. Osh, mening nima qarim? Nadin kelib qolgan cho'kan bu? Meningmichu sizga o'xshash ushaq ballarim bor. Meningmichu pul kerak. Qanday degan gap bu? Nimandaq gap qilmiz yo'lsizlik qilaverlar. Bu degan baza deganda raqobat bo'ladi. Sizlarmi o'tkaziblarni toza o'qishni pokiz qilsalar, ash ayolnikidek oladi emasmi? Bek o'xshabdi. Kimning o'xsa, shuninkini yeymiz-da. Uning ustiga bu degan yo'l usti. Ha? Odamlar ko'p, mashinalar o'tib turdi. Chang to'zon ushib turganning ustiga siz hatto dokim yeb qo'ymisingiz, haqsiznikini yemdi. Qandaq degan gap bu? Qarmamsiz o ayolnikiga. Narmanatga. Pokiz turmamni mana. Arzon satsangiz, xaridoringiz keladi-ku. Haqning ixtiyori. Xaridor degan pokizlikka diqqat qiladi. Kilonli mehmonlar, kilonlar. O'tkizdan ozi qoldi. Hozirli tugaydi. Menga bir chin bering. Hamidim qizim, hamidim. O'pki qo'yishga pek usta bo'lib ketdingiz-a? Xaridorlar o'chirib turib talishib oldigan bo'ldi. Ko'nala, hasal yemoqchi bo'lsang, hari nashtirdan qo'rqma. Rahat gulni uzmoqchi bo'lsang, mehnat tikindan qochma deb tikin. Yuz anglab quloq mollisi, ming ko'rib hunar ustasi degan gap bor. Nurg'un o'tkiziblarning tishilib ketishi, g'ulashlab yesiblarning cho'lib ketishi badaliga kelgan omad degina qizim. Appa, siz bozorga dadamning yeniga berib, pek yurib ketdingiz. Shuni sizning yeningizda sizga yordamlashib, o'tkazib setish beray degan edim. Appa, mendan kichik bolalarmi bozorga chiqib shunday ishlarni qildi ekan-ku? Men sizga yordamlashay-chi, appa. Ma'quldan bo'lamdi. Appa qizim, mening kuyimchan qizim. Bu yil boshlang'ishning 6-yilligida o'qiyapsiz. Sizni o'qishdan chekinib ketamikin deb bakli ansirayman. Siz bu ishlarni o'ylamay, o'qishingizni cho'qim yaxshi o'qing. Bo'lamdi. Men degan maktab bo'yicha a'lochi ishda yaxshi o'quvchi tursam, oppa,
Hatırcan bulun appa. Appa! Oy, mening appa qizim keldi mana. Tatlı kızım. Bu yerda o'tiring. Topshiriqlaringizni ishlab bo'ldingizmi? Ha, ishlab bo'ldim. Turmushimiz cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Appa qizlarim. Qo'limga pul kirganda bozorga chiqib, sizlarga eng chiroyli kiyimlarni olib beraman, appa qizlarim. Chiroyli qizim. Appa qizim. Shu orzularimizga yetamiz. Yasab bermem kızım, yasab beraman. Uyinglarni kichik bolalar xas chiroyli qilib yasab beraman. Xotirjam bo'linglar. Ajam ishkimizning rasmini chiroyli qilib esib qo'yamsiz? Ha. Canım balam, dadangızning turmadan chiqishiga azli qoldi. U chiqibla ishda polishi notayin. Shuni biz pulimiz bor deb buzib chechib tuydib etsak bo'lmaydi. Bu ko'nglik sizga kichik gap qolganini hisob qilmaganda yep-yengli tursa, hukumingiz kelsa bo'laverdi. Shuni pulni qalaymiqan buzib etmayli qizim, dadangiz chiqqanda yana ishlatamiz. Qani uxlang. Appa, biz geldik. Appa, bir yeriniz ağrıdındı. Geldinglarmi? Saqayib qolaman deb qo'llab tutdim. Uyda aramasiz bo'lmasmidi? Bozorni nimandoq bo'ldirib chiqib oldingiz? Biz ichkiraylikchi appa. Appa, biz sotaylik. Siz uyga berib aramayling, ha? Ma'qul qizlarim. Menga ataqqa o'xshaydi. Appa, uyga berib aramayling, ha? Bizga ishini appa, bizni yaxshi ish beralaymiz. Mijozingiz yo'q bo'lgandikin uyga ketib baldıra qarmamamsiz. Ma'qul qizim, ma'qul. Men ketay. Sizlarni tezroq tugadim. Baldırak uyga qaytinglar. Meni xotirjam bo'ling, appa. Xotirjam bo'ling, appa. Ma'qul, appa qizim. Siz menga bu ishni bedeli qilyapsizmi yo'qmi? Hukumingizga obdan qarang. U tex kichik pulni uning tutqazmang, ha? Men rostla bulanmayaptim. Beshimga og'ib ketyapti. Namanga yetsa, shanba dadamlarni yo'qlab chiqarmoqqa o'xshaydi. Beshimga og'ib ketyapti. Meni ansratmay, baldıra qaytinglar-chimi bolarim. Meni ansratmanglar. Ma'qul, xo'shamsiz? Ma'qul, appa qizim. Tatli qizim. Xo'sh, appa. Ma'qul, xo'shamsiz? Xo'sh. Öpkiz satma. Öpkiz satma. Appa, kim bo'ldingiz? Qizib ketyapman. Sizlarga tomoq yetib bermaydigan bo'ldim. Beshim bek og'rib ketyapti. Appa, ozroq choy ichib yuring, ha?
qızlarım. Maquldan apa. İslamla yaxşı bo'lib ketaman. Doktorlar qaynoq suvni ko'proq ichib bering deydi. Men qaynoq suv islamla yaxshi bo'lib ketaman. Çay içtin ha apa? Pulni onda qalaymi qolmasin. Doktorlar balnızda yat degili aralı durdu. Men o pullarni dengizda yedib yengni izlagandagila tasti topgan. Bir tiyinni nerib beri qilib dadavlar chiqsa nurg'un planlarimiz bor. Pulni buzmaydi deydigansiz, lekin dadamning qishig'i har qatim borgan cheg'ingizda pulni ko'ziga qaramaydi xashlaydigansiz-ku. Jinim bolalar. U degan turma dadavlar og'ziga deydi xuday bir narsa yetmaydi. Dala tisiga chiqolmaydi. Zerikidi. İçi pışıdı. Hemralarının tukalları bir narsa etkense boyuna kısılıp kalıdı. Apa, ata degan qushxonaga bormang. Ömülep bosuma baraman kızlarım. Olmasa xaridarimiz to'sib ketadi. Apa, ata deganda so'nim bilan ishimiz berib o'kis pakilayli. Maktabga mo ulguralaymiz. Siz bormang, bulamdi. Bo'ladi. Sizlarni tong sahardan uyg'otib qo'yay. Qushxonaga berib, Hamid tog'anglarni istasam bo'ladi. Heliqi qo'sig'i yo'g'an dadashnimi? O dadashdan qo'sig'i yo'g'an bo'lgan bilan o'zi bek yaxshikan. Men o dadashga bek amroq. O dadashni qo'sig'i yo'g'an demajimi? Berib Hamid kamga ahvolni eslatdi. Sizlarni hayal qilmayli yo'l soldi. Endi chiqib uxlanglar qizlarim. Chiroqni o'chirib yetinglar. Tamam chiqamsa. Rahmat boshliq. Ma, Rahmat. Rahmat. Senin törümünden çıkışınğa yana bir neçə gün qaldı. Şuna sen bilen sözlü şey degendi. Bilemsen. 8 yıl vaqt az vaqt emas. Kerim, men ko'nglimdagi gapni aytsam, sen turmida yatmading. Balki osh tomig'i, hajaydigan puli, kiydigan kiyimi, yeydigan tatliq turmlari hamma narsa tayyor birer santoriya turayotgan xo'jayindek yashab kelding. Bu zodi kimning ajri, buni bilamsan? Vicdanım bilan aytsam, ashu g'ururliq, vafodor ayolingning ajri. O sana 8 yıl jarayonida intayin yaxshi kuyindi. Buni bilaman. Ayolim Nuriman menga intayin kuyindi. Bular menga besh qo'ldek ayon boshliq.
Bularni biladi ekansan, bilish bilan kifoya qilmaydi. Muhimi uning qadriga yetish. Ballaringga ham, ayolingga emniyeting bilan javob qaytarish. Sen bularni o'ylab baqdingmi? Belki bu işler esingda da. Çoğun kızın 4 yaş. Kichik qizing bo'lsa, endi o'milgan chaqda sen bu yerga kirganding. Ashu bir jup qizingning cho'ng bo'lish uchun qanchalik ajr ketgandi? O'ylab baqsam, ashu qizlaring xuddi oldimizda cho'ng bo'lgandek hissiyatga kelaman. Men ayolimga, bolalarımga bir umr qarzdor boshliq. Çoğun kızın 4 yaş, küçük kızın emdili ömlügende. Sen bu yerga kirganding, bunu bilemsen. Balalarını çoğun qilish uchun qanchalik ajr ketadi? Göhrangizni toshqa uradigan chaqlaringizmi bularni? Turma boshlig'i rost aytdi. Ashu narsidalarning shu demetil bo'lmog'i osanmi? Bunaqa ketgan mehr ajrni, kulfat va mushaqqat tarlarini qanday tarozida o'lchash kerak? Nuri, siz haqiqatan bir go'har. Go'har bo'lgandimi, nuqson siz bir go'har. Agar turmadan chiqsam, sizni necha yil o'shnamdan tushirmay haposh etsam-mu, arsiydi. Sizning menil emas. Ashu narsida bolarimni bo'yin qistirmay beqish yo'lida tomchi yurak qonlaringiz, ochiq terlaringiz eqib tugidi. Bu jihatda sizning ajringiz bakmi ko'p. Men sizga qanday yo'l kelayman? Men bu yerdan chiqsamla, menga qilgan ajringizni cho'qim oqlayman. Mani kiybeqinga? Ma yaxshimikan? Meningcha mushi bo'ldiganda qiladi. Bekchi qilib atding juma. Almashtirib kiymamsiz. Bekli yarashdi. Pulni berib bo'ldingmi? Ha. Bo'ldi, endi olmayli juma. Rahmat. Hey, Nuriman! 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 Mana o'tkaz bilan keldim. Keldingizmi? Hamutkan bormikan? Baka. Mashaqin ala. Odambek chiq emasdi. Yo'q. Qushqonga borsam Hamutkan baka. O'pkiningmi? Nayt yaxshilarni. Uchayning yo'g'onlarini tanlab berdi degina. Yaxshi o'pdi. Yurib ketgansiz, a? To'xtab turinglar. To'xtanglar. Maktabga mangdinglarmi? Unda qo'schu, meni avval qizim, gapimni undan anglang. Ufkingizning qo'lini hargiz qo'yatmang. Ching tutib meng, jumang. Gapimni anglang. Mashinalar yo'ldan o'tib qo'ygandan keyin, anandan keyin o'tinglar, ha? Ma'qulamsa, ha? Chatdiminglar, jumang.
Ha? Yo'l qarab menglar. Xo'sh. Topaman deb kunda chiqib ketsiz. Kechdi texi menga yordamlisiz. 2-3 oy bo'lib qoldi. Charchabmi ketdingiz? Qandaq bir umid bormi? Bizdek turmadan chiqqan qashqiliq bo'rini hech qanday odam xotiniga yo'latmaydi ekan. Ish izlab nurg'un zavod, korxon, shirkatlarga berib boqdim. Biroq faqat amal bo'lmadi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Ish topamisingiz mayli. Onun ustiga kechlik bozorga chiqib, menga yordamlashgandan beri topayotimiz. Shundoq yaxshi bo'layotmamdi. Yana kelib yenimda siz tursangiz, ko'nglim shundoq to'xtirdi ekan. Deganing-ku to'g'ri. Biroq cho'p-cho'p qolgan bir er kishiga o'pkesib setib, voy kaslar deb xerida chaqirib, qochquchilarni yuyib Çoğuzu sürtüp жүрсе, eğir keldik ya. Şonlaşqa, çoğarak bir işinin beşini tutayım eken degendim. Bo'ptamsa, urinib beqing. Sizga loyiq bir ish tepilib qolsa, texi yaxshi. Rizira. Keyincha bir gap bo'la. Men sirtqi chapaqay. Mau 500 koy pulni yeningizga sap qo'ying. Nima qilyapsa? O'tganda bergan puling texi bor tursa, yana pul ketayotsa. Jiqroq pul turimiz bo'lamdi. Yaqin og'inlaringiz uchrab qolsa, ular bilan o'ltirib qolsangiz, xijil bo'lib qolmang yana. Alamat xotin desin. Ma'qulamsa men ketdim. Boldura qaytib kelasiz, sizni asrab qoldi ekanman. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaq Kerimjon ukam, bozorga o'xshamamsiz. Bozor bir mındaq aylanib. Do'konni boldirda qapsiz. Bugun ular xotin bilan arvaqlarga bir yog'bir tutayli deb maslahat qilgan. Shunga uyga chaqirib qo'ydim. Ayolingiz Nurimanxon bilan kechlik bozorga chiqib bek obdan qildingiz. Mahalladagilarning hammasi sizdan bek xush ukam. Hammasi anglabdi-da. Mo'sh tush quloq bo'ladi ekan, hammani anglab turdi ekanmiz. Nurimanxon meni ig'ir kasal bo'lganlarni doktorxonaga ko'rinib boqaymi demadi. Shundaq bo'ladim xabarim bor. Nurimanxon Ming japada pul tepib ballani aran qatar qo'shdi ukam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Emer, bu yer pushildab to'g'nini qaraganda do'konning olti ham bu yoqqa o'xshamamdi. Pushildaydigan sana o'xshash yo'q qilsak emas. Biz xili temanjimo. Biz Kerimjon bilan paranglashayotgan. O'zingning ahvoli qandayroq? Bu yoqqa menimsan qo'y. Bugun dam olgan, ishim pushib, oylinib sizlar bilan paranglashib kelay deb kelishdi. Vaqtinglar bor. Obdan qilsan. Biz bu yerda Nurimanxonning bir chaqlar topgan jafo mushaqqatlarini eslab, Kerimjon bilan ahvollashayotgan edik. Kerimjon ayoli bilan kechlik bozorga chiqib, nihoyat yaxshi qildi. Rahmat. Shundaqmi? Kerimjon o'ldirash o'xshaydi. Biz aylanib kelaylik. Jira adash. Ma'qul. Uy kirmabsizlar. Xo'sh. Ma'qulamsiz. Ma'qul. Oy. Ablam sen. Qanaq ahvoling? Qanaq? Turmadan qachon chiqding? 4-5 oy bo'ldi. Ish izlab yurman. Qanaq? Kitap oldingmi? Tepishni topdim. Biroq ba'zilari menga loyiq emas ekan. Ba'zilarining maoshi ozligina. Turmadan chiqqaningni angladik. Biroq aldirashchilikda seni izlab boramadik. Qalsiyasini olsang-ku. Bu nadikini? Men turmadan chiqqancha ayolim ib qo'yibdi ekan. Boshqalarning ayolingni
amanni zamonga bermay pul topdi degani bekor emas ekanda. Ha? Yura, oshxonaga kirib o'tiraylik. Bo'ldi, adash. Rahmat. Mening aldirish ishim bor. Ko'rishmagil uzun bo'ldi. Bo'ldi, qil adash. Doktor, ha? Hey. Ha. Nima? Qachon? Hey! Odam bo'lishmaydigan nimaga sabab? Shunchalik ishni qamlashtirishamdingmi? Ha? Qolgan gapni keyin deyishayli, ha? Bu naqiblar. Yuradi. Endi içib dəmiz. Abla, andaq olsa, mən ayalımğa bir məsləhət qıb baxay, hə? Sən ayalının sızğan sızğıdan çıxamaydıqan bob qapsan da. Sən onda qarladın əməsdin qo. Sən maşalğı düşüb qaldın mı? Qızıq gap qildi ekansan abla. Bir uy deganda har qandaq ish bor maslahat bilan bo'lmamdi adash. Toza bir. Chaqchaq qilib qo'ydi. Hey. Shanba kuni soat 2larda Umid restoranining oldiga kel. Biz shu yerda ko'rishaylik. Qo'l ostidagi qiz yigitlarga seni obdan bir tanishtirib qo'yay. Qandaq? Ha? Qara. Ha, ko'dra. Ha? Ala. Qani qo'sha. Kerim, 20 ming dedingizmi? Hozir qo'ymichilar pek ko'p bo'lib ketdi. Men sizni oldinib qolarmikin deb ansirayapman. Men mo'g'o shunday o'ylab qoldim. Ba'zi chaqlarda buğa, böken müngüzleri qatarlıq etkesmanlar bilen mi ayrılışıp koyumuz. Biroq uning puli
tasavvur qilg'usiz yaxshi. Chaqchaqtab qo'ydim. Bundaq desam chiroying o'zgarib ketdi-ku, ha? Kerim, men sizdan o'tinib qolay. Shu Ablalogay bilan aralashmasangiz bo'pti-ekan. Siz texi ayni vaqtdagi ishlarni bilmaysiz. Sizni o'tqa ishtarganmi shu? Yana texi bizni uyimizda ayirib etdi. Hey. Bu jamiyatga odamlarga aralashmasa qandaq bir ishni beshik ochiq qilib bo'ladi? Qani, qarab baxmamdim. Bo'ldi, urqanib uxlag'ina. Ne qilyorlar? Botkichini tutib ketgan kunlar Hasan Seriqni Gonjo'ga yo'lga silib etdik. Undaqda Botkichiga boshqalarmi maliyat ko'rsatganmi? Yo'q, hammamizning munosabat qilgan odamlarimiz ayrim tursa. Adila, Hasan Seriqqa telefon berib. Bir mezgil bozorga chiqmay o'sida qit qisib ketsin. Bo'ladi. Bu vazifani atl o'rindayman. Shanba kuni Umid restoranda bir mehmon bilan uchrashimiz. Sen onunga yaqinlash, barliq hunarlaringni ish qisilib, uni qamoqqa ilindir. Ya'ni o'tgankidek bir tiyinning qarsini ko'rsatmay turib, odamga esildigan giri xo'jayin emas-ku, ablaka. Yo'q. O turmadan yengili chiqqan bir tiyinimi yo'q, bir divona. Anlasam onun xotini tijorat qilib, nurg'un pul tepib demish. Anlasam tegi tovar uyisi to'moqchi ekan. Hey, baqara. Bu ishlar uchun. Mayli. Qani kel. Qani, o'tiringlar. O'tiringlar. Men sizlarga tunishtirib qo'yay. Bu yoq mening do'stim. Kerim bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Alloh yaxshi. Sizlarga esa bu so'rinni do'stim Kerim uchun o'g'irlashtirg'andi. Yaxshi o'pdi. Undaq bo'lsa, do'stim Kerimni hurmat uchun hammaylar bir qadakdan ko'taraylik. Qani. Do'stlar, Kerim mening qadimiy do'stim bo'ldi. O kichikina savallik tufaylidan 8 yil turmada yetib chiqdi. Men bu ishlarni o'ylasam, ko'nglim intayin yerim bo'ladi. Bo'ldi. Bundaq ko'ngilsiz gaplarni qilishmaydi. Sizlar do'stim Kerimni xuddi meni ko'rganda ko'rsanglar bo'ladi. Har qaysinglar do'stim Kerimni hargiz yat ko'manglar. Do'stim Kerim hayotning fayzini ko'rsin. Ta'mini tetsin. Mehzini chaqsin. Qanaq dedim? Ablakam to'g'ri deydi. Qanaq dedim Sajika? To'g'ri. Ablakamning so'zini anglab bakmi ta'sirlandim. Kerim akam 8 yil hayot lazzatini tetiyamay umri azob ichida o'tibdi. Keling Kerim aka, ikkimiz bir romkaga ketirib o'taylik. Xo'sh.
Muş yeni devir kızlarının feyzini sürmese adam esret kalmamdı. Kurandaki devri zayıf gidiyor. Şimdi tegen hissiyatlı Sacidedeki eriklarga baş versek ne boptu? Sizler ker makamını qeyri demekçimi? 38-40 yaş degan odamdan toza bo'ri vaqti. Bo'ridagi hevisi borkan deb o'zingni atma yana. Asma atqıçılığı var erkekken emasmi? Keling'a Kermaka ishkini soqishtirib turmush ketaylik. Keling'a. Yaxshi bo'ldi. Xo'sh. Yaraydı. Yaxshi. Bu adaş birine işipla yolvaz qo'shib qoldimi nima? Hem biterim Sacidege özünü itirat mı söylene? Olmaz topa da götürdü bu. Kermaka keling'a tansa o'ynaylik. Seyer bulsam uzaklardın heder eyler. Uzaklardın güyer bulsam her ilerden savak alsam. Uzaklardın red eyliyor sesi yalgan sefavetsiz şeytanlardın red eyliyor. Bağlayan, sürgünü saklayan, içler güzel yaşlar görmeyen. Senin alanını sana bağlayan, sürgünü saklayan, içler güzel yaşlar görmeyen. Do'stlar, men sizlarga bir ishni davolay. Bugun sheriktimiz nomidan Kerimni bu yerga mehmondorchilikqa chaqirib oldik. Bugungi bu so'rin sheriktimiz nomidan bo'ldi. Men pat yaqinda do'stim Kerimni o'z nomim bilan chaqirib olmoqchi. Men mehmon chaqirgan chog'da har qaysinglarning bana sabab ko'rsatmay, vaqtida kelib birishinglarni umid qilaman. Hech chatoq yo'q. Cho'qim vaqtida kelamiz. Ablaka, o'rnini demedingiz-ku? Mush restoran shu. Xo'jayin bilan so'zlashib qo'ydim. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Ablaka, siz apırıp koyuğa. Ablaka, meni Kermakam apırıp koysunchu. Canımlar, bana iyileşin. Hoş. Abla meni tushunadi. Abla meni janjigar aqina. Haqiqiy qalbinaz do'stim. Garchi u zulmiga meni yo'qlab boramizmi?
yanılı can dostum deb o'ylayman. Tushundingizmi? Xuddi men sizlarning shirkingizga qo'shildim. Kerim aka, siz aroqni bek ko'p ichib beram bo'lotga o'xshaysiz. Biz ishimiz past ichib, azroq saygidaylikmi? Jiran past ichaylik. Rasma. Bo'lodamsa, shopor mashinani to'xtat. Biz past tushimiz. Shundaqmi, ha? Mashinani to'xtating. Siz degandek pastga tushib xilali sagdab qoldim. Yana birdam aylanamdik. Bo'ladi, amis birdam aylanmaylik. Jiran. Jiran. Boya akamdan telefon keldi. U bir vagon malga kam deganda 350 million ketadi deydi. Menda aralla 150 million bor tursa, agar mushu 350 million topa olsak, pulga ko'milib ketadi-da. Hazır kamlayotgani 200 milyon. Bo'lmaganda 150 milyon qatalaydigan adam bo'lsa, rasa pul topatdik. Agar siz pay qo'shsangiz, ikkimiz nurg'un ishlarni qilib o'tatdik. Bu ishning foydasi bek cho'ngdi. Men bir o'ylash baqay. Kerim aka. Azroq to'nglayapti men. Ha? Oy. Asta, mashina qarmandigan. Oy. Kel. Birga boramsiz? Bugun og'illarim birek chaqirib qo'ygandi. Shonlashqa berib birdam o'tirib kelarmikin degandim. Chiqib kelsam bo'ladimi? Yeningizda pulingiz bormi? Bo'lsa, azroq bersam bo'pti-ki. Kechda boldiroq qaytib keling. Ma'qul. Xotirjam bo'lgin. Cho'qim boldiroq qaytib keling. Bo'lmasa men asrab bo'ladi, xotirjam bo'l. Şöyle. Bugün girmeyecek ne çok gitti. Ağilla. Yakında ben 100 kvadrat metrlik uy setib olaman bilishdimu? Shu chaqda men arkadaşlarni uy chig'dak qilib hammangni rosa bir mehmon qilaman. Bilishdingmi? Biz shu chaqda qong'idek o'ynab, ichib, kulib o'ylaymiz. Rosa yashaymiz. Kere, Tony sen sanmay atılıkan bop kettin çama, ha?
Sen turmadan chiqqili aran 4 oy bo'lgan tursan. Sen uy og'adek pulni nereden topding? Tamtashdingmi ya? 100 kvadrat metrlik uyni var-ku. 200 ming koy olmasa aqıbı bo'lmaydi. Şehir sırtidagi uylarni shundoq olalaysan. Şehir ichidagi, bulupmi şehir merkezdagi uylarni var-ku. 1 kvadrat metrini 3,5 ming yendan aran alalaysan. 3500 koydan aran alalaysan. Demek 100 kvadrat metrlik uy ilish uchun 300 ming yendan ortiq pul kerak. Sen buncha pulni nereden topding? Turmidan birab boylik deb oldingmi ya? Konuşma! Yerini açık yapayım. Shunday. Açık hali borkan. Men boyitdim amma. Qaysi vaqo bilishmaysa. Qarama. Mening xotinim Nurimanda pul degan vagon öyle. Undaqda to'kirmishga qarg'ichashga yo'li qanday ish bo'pti-da? Xotin haq deganning puli bor-ku. Ishning beshiga esib qo'ygan bir to'qmoq degan, ha? Uyga kirsangmi usiysan, chiqsangmi usiysan. Shu to'qmoq beshingga har vaqt takkini takka. Beshingga tegaverib mingangni aylantirib turadi. Her qaysi vaqo mening xotinim Nurimanni o mischan xotinlaringga o'xshatishma. Mening xotinim Nuriman bog'i bir yig'iz gap emas. Dal qilib qo'ygan bo'lsam, eligo pulkan yuragini sug'urib berdi menga. Hey poche, ayolning og'irvidagi o'pkizasini tukpamaydiganda sen. Ey! Ağiniler. Dostum Kerem'nin ayoli Nuriman bog'i, ha? Dostum Kerem'ga shunchalik aqid qiladi, ha? Aqid qiladi. Eligo polkan Nuriman onun uchun hatto jinini sapirishga bor. Rozi. Agar u shunda qilmasa, qanaqmi vafodor xotin bo'laydi? Xotin haqni ko'ksamga ardi kelib. Yaraysan Kerem. Yaraysan. Sacide. Sen ma dostum Kerem'nin ko'zini ichib qo'ygan. Omu yangi davr, yangi hayotning payzini sursin. To'xtab turing. Nega borsiz? Sizning qishingizga. O'tiring. Sizning badallaringiz baru ambar puraydi ekan. Sizning belingiz xuddi shumilining belidek. Men sizni haqiqatan yaxshi ko'rib qoldim. Qo'ya, o Nuriman degan yo'qolsin, ha? Sizdan mush tatliq gaplarimiz meni pek erdi. Nima? Qaranglar, o'ziga suydirib O yerda bir do'stim botdi. Uzun bo'lgan ko'rishmagili. Yo'qlab bitib, anda mangaylichi. Ma'qul unda usta. Uy kech qolmayli ya. Kech qolmaymiz, xotirjam bo'l. Qandaq ahvoling Nuriman? Yaxshirdingmi? Rabiyam, qandaq ahvoling? Sizlar yaxshirdingmi? Quruq yel yemish to'kini ichibsan-a? Boyib ketdingmi nima? Ha, yaxshirdingizmi? Cho'ng qizing Munavvar ko'rinmaydi-ku. Cho'ng qizim kechlik bozorda o'pka sotqili ketdi. Men bu yer qarayotiman. Bu do'stim bekmi japokash, oq ko'ngil, oxiri tijorat yo'lini tepib olibdi.
kesh qapsan go, nega bag'anting? To'yga bag'antiq. To'y egalari yaqin o'tadigan odamlar edi. Qiz ko'chirishga taklif qilib turib oldi. Shunga kesh qoldik. Bu keshda to'qimchilik fabrikasiga qachon chiqib bo'lasan? Bo'lmasa biznikida qo'nib qolar adash. Bo'ldi, rahmat. Men hozir uzoqda emas, nurg'un ishchilarni ish o'rnidan qoldirdim. Ish o'rnidan qoldirilibsanda. Shundaq. Birinchi turkumdagilar ishchilar degina, lekin uzun o'tmayla ish o'rnini tepib oldim. Amsa hozir nima ishlayapsan? Oq yo'l mehmonxonasida mulozimlik qilyapman. Biroq shaharning sirtida. Biroq mashina bo'lgandan keyin ancha eg'ir bilinmaydi ekan. Hey, men sening yo'ldishingni ko'rgandim. Nima ko'rding? Buningga xeyli vaqt bo'ldi-ku deyman. Ikkinglar bozor chiqib dekansizlar. Lekin sizlar bilan ko'rishishga fursat bo'lmadi. Erin qamashqan erken 8 yil emas 18 yil saqlasangmi bo'lg'idek. Voy, ajab maqtab ketding, odamni xijil qilib. Biroq u 4 oy bo'ldi. Taraf-tarafga qatirib, bir ish o'rni topolmay bekli titildab ketyapti. Bo'ldi, biz mangayli. Keyin paranglashamiz, a? Xo'shamiz. Mol quruq mevalardan baldiroqlarga sirq yeyolmaysizlar. Avar bo'lmadi. Ma'qulamiz. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Xo'shamiz, keyin ko'rishaylik, a? Xo'sh. Kermaka. Boyi o'ltirishimizda siz qong'icha ichimiz, o'ynaymiz, qoqoqlab kulamiz degan cheg'ingizda men yig'lab atgili tasliq qoldim. Haqiqatan turmada jafo chekkiningiz. Ashu so'zlaringizdan belinib turmamdi. Bichar Kermaka. Shunga ashu turmada. Kermaka. Akamdan yana telefon keldi. Nima deydi? O yerdagi ishlarim qandoq bo'lib ketdi deb so'rayotdi. Muvofiq biror sherik topolmadim. Chiqishniga chiqdi, lekin ishonchlik emas. Meni aldab ketarmikin deb qo'rqaman. Chunki bu savdoning foydasi ko'p, ishonchlik savdo emasmi? Shunlashqa tezroq pulning amalini qilsak bo'ladi. Rost shunday ekan. O'tganda men sizdan bu gapni anglabla qiziqib qolgandim. Men yana bir o'ylash baqay. Rasma. Agar ikkimiz birlashsak-ku, nayt yaxshi bo'ladi. U chaqda siz birdanla pulliq boyvachchiga aylanatdingiz. Qanday dedi? Qilayli. Kermaka. Nuriman. Anlasam, tamak sodasining foydasi nayt yaxshi deydi. Desmiga 4 so'm pul vergan bo'lsang, tamak so'z qilib qo'ymaymi? O'qish vaqtingizmi? Ha, o'qishdim. Yerim kechida poyezd stansiyasiga chiqsak, xo'jayinlar molni tushagan vaqtda naq pul sanasak, azalli berdi ekan. Uni akilib, poch sotadiganlarga o'tkazsak, xeyli ko'p foyda erishadiganmiz. Qilib qo'ymaymi? Bo'pti, ta'limingizni sinab boqmamsiz. Bu qatim foydalanmasangiz, keyingi qatim foydalanasiz. Mayli, sinab boqay. Tamoqni etib bo'lib, sal turib pulni chiqib beray. Sajida. Siz bilan uchrashgandan buyon ko'nglim echilib qoldi. Rasma, undaq bo'lsa sizni birga boshlab baray. Yana hiliq o'rmonliqmi? U ya emas. Amsiqaya. Men sizni shundoq bir joyga aparayki, lekin pulga chidaysiz-jimi?
Qancha pul oladi ekan? Qanchalik olsa olmamdi. Ha? Pul degancha qo'lning kiri qarang. Qanday dedim? Ha? Şeşu. Selamet. Selamet. Hazır çıkıdı. Ay. Qanday adaş? Yaxşıtırdыңmı? Yangi mehmon boshlab kelsan-da? Bu ablakamning yaqin og'aynisi. Shirkatimizga yangidan kelgan. Ablakamning do'sti ekan-da? Ha, uning yaqin do'sti ekan. Qani o'kiringlar. Jira. Battin men sirtqa chiqib kelay. Uysan qoldi. Ma'qul, xotirjam bo'l. Kerim aka? Ha? Oqshom men shunday xosiyatlik bir yaxshi tush ko'ribman-da. Qanday tush ko'ribsiz? To'xudangal, o'shki jangal tushibdi degandek. Siz bo'ynimga bir oltin zanjir eslatqadaksiz. Men xushalligimda bo'yningizga esilsam, siz bu deb qo'limga bir yoqut uzukni sepib qo'yibsiz. O shayton qiz. Amsa kichikishgan go. Jiring, bozor chiqayli. Undaq bo'lsa meni Baxtiyor zaga ham so'pirsiz-jumi? Chataq yo'q. Jiring. Jiring. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Qaysini olamiz? Avni ko'rib boqayli. Bu bo'lamdi ekan. Bo'lmaydi ekan. Sal kichiklik turdi. Yana boshqasi bordi? Bah.
Çık. Ma bulan diken. Qara. Bulan diken. Aa neyli ha? Ha, to'g'ri. Itilmaydi. Bu bo'ladi ekan, ha? Ustam, mana o'zikni o'ngshab bersangiz bo'pti ekan. Sal to'xtab tur, ha. Yarashdi. Qandaq? Buni kichik demaydigansiz? Ha? Bak chiroyli ekan. Qancha pul? 1200 yuan. Mana. Mana. Qandaq, to'g'rimi ekan? To'g'ri ekan. Ma'qul emsa. Yana kelib turasiz, ha? Ma'qul, xo'sh. Ma'nulama, xo'sh emsa. Kerim, nima bo'ldingiz? Nimaga bunchalik ochiqlanib ketasiz? Tamak sodisi qilaman deb chiqib ketganingizga 3 kun bo'ldi. Men ansirab o'layli deb qoldim. Zuvaning tutulib o'lasa ilohim. Gelingdan teshib chiqa. O bulangchilar, munofiqlar. Sizga zodi nima bo'ldi? Kimni tillayapsiz? Hey, tamak sodisi qilaman deb 12 yosh tamakini olsam, baza boshqurishdikilar musodir qilib tortib oldi. Voy Kerim, tijoratga ishqingiz bo'lmagandan keyin bozor boshqurishdan albatta tortib oldi-da. Undaq bo'lgandan keyin boldiroq uyga qaytib kelsangiz bo'lmasmidi? Uyga kelishdan nomus qilib, bir qancha yerga berib, ish izlab baqdim. Qandaq bo'ldi? Topa oldingizmi? Tepishni topdim. Bir shirkatning xo'jadori bilan so'zlashib, qarovullik xizmatini topgandim. Maoshim yaxshi. Lekin deysiz-ku, nima ish bo'ldi? Qani ayting-a? Lekin oqish qilmasang bo'lmaydi-ku, oqishik. Voy, bu oson ishkan-ku. 4-500 ko'ylik cho'zdim birini qilib, ularni mehmon qilsaqli bo'lmadimi? Ey, hozir qandaq zaman? 500 ko'ylik cho'zdim, meni qilib qo'yganlar bir ishing hal bo'lamda. Hozir vaqo ularning makoni yo'g'nab ketdi. Ancha-muncha oqish qilmasam, yo'q qo'llik mok sambsan vaqo bir ishing hal bo'lmaydi. Hey. To'g'ri. Kerim, amsa 3000 ko'y yetamdi. Bergandikin 10 manali bera. Boshqanni aka berman. Ma'qul. Chiqib beray. Kerim aka, hamma pul xashlagandan keyin bo'ynimga cho'nroq zanjirdan birini ep bering, ha? Bo'ladi. O'zingiz tanlang. Anila, mana ko'rib beqing. Bo'lamdi-ku? Qaltisi yarashdi. Yarashdimi? Qancha pul bo'ldi? 2150. Mana, to'g'ri hisoblagansiz, ha? Gram 105 ko'y emasmi? Hey, Kerim. Nima ish qilyapsiz? Men texe Nuriman xonning bo'yniga bir narsa elotamdiki desam, bu qizning bo'yniga bir narsa esib yurisiz, ha? Bir og'inamning singlisi bozor aylanmoqchi. Shunga boshqa bir narsa. Og'iningizning singlisi bo'lsa, nima ishqa og'iningiz o'zi ekanmidi? Ha? Og'inamning azroq ish chiqib qopti-ku. Shunglashqa meni bozor aylanish bergan degan, shunglashqa bir narsa elish berib o'tatdim. Ajab pulni siz sanovatsiz-ku. Men bu
Hey ist. Bechar ayolingizga ishim og'ribyotdi. Süpürge ziyankesh olsunmi, sizdek olmaz. Hey, diqqat qiling juma, ukam. Tegi yoqonga tushib ketib qolmang yana. Qandaq degan gap bu, o'zini bilmagan. Bir ay ichida Kerimni obdalli boplading juma, ha? Tozdek lop ketganini qara, bo'yin belak, barmoqlaringdan tortib oldinga to'shib ketibdi. Men seni o'zingni chiqindi ol deb uning keniga tush deganmidim? Amdilik tiza, haftadan beri qorong'ni ko'rsatmaydigan bo'lib ketding, ha? Sajide, hey Sajide. Navadım Allah'ını yütkep qalsaq, ne sivağını ilişni unutib qolmaydigan sen. Onundan qancha pul olsam, bir punim qo'ymay akilyapman go. Sizlar menga ishonmaydigansizda? Unda qiyomatning mushigidek ko'zingizni yumamsiz-chi abla aka? Kim biladi, ha? Qanchiligini qayrilib, qanchiligini menga beryapti. To'da abla aka, siz bir amal qilib uxmay qolasizmi? O chaqda men sizni qechib qutula olamdim. Bo'ldi. Bu gapni qo'yaylik. Mundaq ishdi. Guangzhou tarafdan xabar keldi. 500 milyonlik mal 13 kun ichida yetib keldi ekan. Lekin pulni bir qitimdala naqd bersak 30% tushirmamoqchi. Shunga shu 10 kun ichida bir amallarni qilib, Kerimni indek keltirib, oz bo'lgandimi 200-300 milyonni qo'lga tushirishim kerak. Pulni men topshirgan kuni aeroplan bilan seni yo'lga solaman. Men shuning ko'yida, men Kerimga akam Guangzhouda cho'ng savdogar, ikkimizga bir vagon mal ep qo'yibdi. Nereden bo'lmas 300 milyon pulni teping, Xinjiangga keldimi 200 milliondan ortiq foyda topamiz degandim. U o'ylashib bakmoqchi bo'lgan. O nima deydi? U ikkilinib qoldi. Ikkilinib qoldi? Undaqda sen bir mehmonxonadan uy elib, onun bilan 10 kecha kunduz birga bo'l. Bütün nasıllıqının hammasini chiqa. Ammo onunga o'zingni tutqizib qo'yma. Uni heriqida qiyna. O'tgan ishlarni hajab esimga sap qo'ydingiz-ku abla aka. Mencha shahar ichidagi mehmonxonalar sal absizmikin deyman. Chunki odam ko'p, tunish bilishlar uchrab qolamdikin deb ansirayman. Nega bosaq bo'larkin tang? Tonish bilishlar uchrab qolsa planimiz so'g'ib chelishidir. O chog'da ular Norimani quturtishdan hargiz yonmaydi. Men shuningdan ansirab turyapman. O'tganda Imroxon degan savdogar uchrab qolib, bir muncha sesib gap qildi. Texayil qavmut degan yo'g'on qo'saq qassobchi Kerimga olib yurgidakmish. Qaraganda ular azroq shabini sezib qoldi. Ishqinglar eng yaxshi boshqalarning ko'zidan ner turinglar. To'g'ri, Oqyo'l mehmonxonasi eng aplik. Shahar sirtida bo'lg'ashqa, u tarafga odamlarmi noit oz boradi. Agar Kerimni shu yerga berishga ko'ndira olsam, o chog'da. Nima? O chog'da? Uchu hozir meni bir soat ko'misa, chidamay maydasini yo'liyaga yiqib yoqidek darajaga tushib qoldi-da. Noit yaxshi. Bundan keyin gap so'zlarga noit diqqat qil. Har bir eg'iz so'zi uni gumonga solgan darajada mubolag'a bo'lmasin. Shargatlarim uning havasini qo'zg'ash rolini o'tasin. Buni sen qila olaysan. Sen degan shaytonga dars beralaydigan qo'jamma. Haras. Men sizlarga xo'jidan kelgan er ayol degan tunishtirishdim. Birini ep beray. Sizlar to'yqidan birini darhol tayyorlanglar. Shaxsiy igdorchilikdagi mehmonxonalar to'y xetini surishtiribmi ketmaydi-ku deyman.
Her ihtimalga karşı ilavaganның ziyni. Bazıda sakçılar mehmanxonalarni tekshirdigan ishlarmi bor. Haras, yana bir ish. Bu yerga o'ynag'ili chiqqanda niqob qilishni hargiz unutib qolma. Kerem, qani choy iching. Bugun 4 kun bo'ldi. Uyga kelmadingiz. Hali xizmat ishingiz qanday bo'ldi? Bir umid bormi? Hazır vaqo. Ma amaldalarning gili yo'g'nab ketibdi. Meni o bir monch pul xajlab mehmon qilganlarim bekorli ketibdi emasmi? Yana de şirketning qarovuli xizmatiginchi boshliqning bir tuqqini o'rinlashtirib olibdi. Shundaqmi? Undaqda qanday qilmoqchisiz? Haras. Yaqinda Guangzhoudan bir turkum alohida isil gazmal keladigan. Uni bir qancha og'illar birlashib oladi ekan. Menimi 10-20 kun qo'shib qo'ysang, xeyli ko'p foyda erishsan deydi. Men bu sherik o'pa qaymi. Ma'qul. Undaq bo'lsa men Elali bankaga berib akab beray. Voy, kimdo? Chiqib qarab baqa. Ma'qul. Voy, Emirkam keldi. Qanday ahvollari? Yaxshi. O'zing qanday turdingiz? Yomon emas. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Qanday Kerimjon akam, obdan turdingizmi? Sirtqa chiqsangiz, sizga deydigan ikki og'iz gap bordi. Hamiz saqlab qoldi. Uyda o'tirib bo'ldi. Bo'ldi, xo'sh ukam. Yuring. Sirtqa chiqib barangiz hayli. Yuring. Emirka, bir piyola choy iching. Xo'sh ukam. Xo'sh. Assalomu alaykum Hamidka. Va alaykum assalom. Turdingmi? Men bir qor turk odamman, uka. Gapni ag'itishni bilmayman. Sana gapning o'chig'ini aytaman. O'tgan kun kechda bir Nayna xonim bilan qavoxondan chiqqanini ko'rib qoldim. Yana buni azdab Zagaxonada Emir sening bir qizga oltin zanjir operatganligini o'z ko'zi bilan ko'rganligini menga aytdi. U qiz zoti kim o? O mundaq ish. O bir og'inamning singlisi. Yo'q. O bir og'inamning ayoliti. Bozorga chiqib nimani olmoqchikan, nima qilishibdi? Shu bo'ldi, gap yo'rg'alatma ukam. So'zlaring chekvasmidi? Bosh ko'chada sen to'g'riliq bo'layotgan gap so'zlar oz emas. Bilib qo'y ukam. Qavoxonlarda erlarga hamra bo'lib, qo'saq vaqti fursat topsa, tenini xo'rlab, yanchishga olaydigan yerim yilingga satanglar ko'p. Ular sana asqatmaydi. Ular bir odamning puli borligini sezib qolsa, qasddan surkishib, barliq hunar xulqlarini chiqarib, sizlardek ahmoqlarni yalang'ishlab qo'ydi ukam. Bir obdan oilang bo'lgandan keyin yaxshi qaramam sen. Nurimaxon 8 yildan beri numus bilan yashadi. U g'ururlik ayol. U nafs shaytonning kayni kirmaydi. U unda hayotdan o'limni afzal ko'rdi. Men sana deb qo'yay uka. Agar bir hodisa ko'rib qolsa, biz qo'shnilar seni hargiz kechirmaymiz. Qo'shni qo'lim bo'lgandan keyin shunchalik deb qo'ydik. Yuramiz, ketaylik. Qaga ishni o'zi bilib olsin. Ishonma qilish-a? Lavzi qo'g'onning urug'i ko'p deb. Menga tegin nasihat qilib ketdini. Men har qanday ishni kallam bilan qila olmayman.
cho'nkan deb hurmatini qilib qo'ysam tehi. Hoppa. Voy, Nurima. Rabiyam sen adaş, qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi, o'zingcha yaxshi turayotqansan, a? Yomon emas. Bir shaharda turibmi, ko'rishmigimiz hajabmi taski to'xtadi-ya? Shu emasmi? Bek chiroyli xo'p ketibsan, o'rg'lab, chiroyli xo'p seg'inibsan. Men seni seg'indim. Bolalaring yaxshi turayotqandi-a? Yaxshi adash. Mening azroq ishim botdi. Men avval mang'ashtiray. Xo'shamiz, keyin ko'rishamiz. Nurima, ha? Senga kerak bo'lg'in. Eringni o'g'ri mushkila olib qochmasin yana. Nimalarni deydigansan? Voy. Qanday ahvolingiz? Obdan turdingizmi? Bozorga chiqqanmidingiz? Chiroyingiz boshqacha turdi. Kerim to'g'riliq azroq gap anglab qolgandim. Og'rib qoldingizmi? Yo'qay. Bir qancha kun bo'ldi, uningdan gumonsirab yuribman. Bira shum xabar anglab qolamanmikin deb bekla ansirayapman. O tuzkor hozir qayerda? Tönögün bir cho'ng savdoga sherik bo'lmoqchidim deb, menda 20 ming qo'y pulni olib chiqib ketgan. Shu ketganicha tek qaytib kelmadi. Uningga bermaydigan ish emasmi? O endi nelarda yuradigandı? Hey. Bu birinchi qatimla emas, Amerika. Onun oldidami 15 mingdan ortiq pulni olib chiqib ketgan. Har qatim pul olganda 3-4 kun, hatto haftalab uy kirmay yo'qotgan. Siz bu pullarni qancha tasib topdingiz? Bu ishlarni unutib qoldingizmi? Undaq ahmoqlik qilmaydigan ish emasmi? 10 yillik xotin bo'lg'ashqa onunga behli ishinib ketibdi men. Sizlarmi bir ishni cheliqtirib qoldimi, Amerika? Hey, ko'ngil odamlar shundoq sodda keladi. Endi bo'ladigan ish bo'ldi, singlim. Bundan keyin o'zingizga diqqat qilib, hargiz uning pul beradigan ishni qilmang. Uqdingizmi? Ma'qul. Ey singlim. Ko'chadagilar har qismi gaplarni qiladi ekan. Bu ishlarning qanchiligi rost, qanchiligi yolg'on. Men kechdi Kerim bilan o'zim so'zlashib qo'yay. Yuring singlim. Bizning uyga berib obdanroq paranglashaylik. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yata qilamsizlar? Ha. Salayatga namoz chiqaring. Ha. Ma'qul. Tozim herib ketdik-a. Yiroqdan kelgan o'xshamamsizlar? Ha, biz G'o'ljidan kelgan. Rosa bir aram yevalayli. Necha kunlik olsizlar? 10 kunlik. 1500 yuan. Ha. Mana pulni sanab oling. Bek yerib ketdim. Nechinchi qavat? Ikkinchi qavatga chiqsanglar bo'ldi. Ha. Juring. Kutkichi. Oy, kutkichi. Ha? Mana men. Yataqni ichirtma. Voyt. Odam ko'magandek. Hajab tikilib qarab ketdingiz-ku, xenim. G'o'ljidan kelgicha mashinada o'ltirib, jo'liqimiz chiqib ketdi. Chaqariq ishni iching-a. Sizlar ayolmi? Qandaq? Ayollarga o'xshamay turamdiq. Ishonmasangiz kinishkimizni ko'rsatib qo'yaylikmi-ya? Kechiring xenim. Yeningizdagi ardin xeyli kichik ko'rindi ekansiz. Shuni sizni singlisi-mikin deb qopdiman. Sizchi hozirgi davrni faqat tushunmaydi ekansiz. Yoshlar qaraganda cho'nglar ayollarga mehribon, kuyimchan, vafodor keladi. Shunga hozirgi davrning qizlari sapli qayerlarga tegayotmamdi? Bo'ldi, shuning uchun.
Ayakkabı mı? Ya senin Geldi bana. Yatakma şu. Kütkice, şunu içirdim. İçirmeydiğin şık bu. Kadirligim sayda biz yaşayımız maşandık. Yaşayımız. Bolana işte gerek. Nesliğu hava anamni Eslibiz tigidin ham kırındaşı Kesilse tırnığı bir natvannin Tilinar şu haman yürek bağrını Hakiki insan barçige amallık asayişlikni götürür alemken gider mi zaman kimsen bundan salaklık işini Axlat qatısığa tazlı qağazları toşup ketdi. Paks tazı etingcimi? Canım balam, ben mi bilmedim. Dadanla nelerde yürüydikin tam. Uçu soğudu kılımen dep çıkıp ketken. Ciyik pul tepep silay kiymep berdi. Bağçılağı apırıp oynadıdı. Tapşırık onlarını baldır işlep uxlanlar ha ballarım. Vay. Nurimanma, qandaqa ahvalım? Kim o? Men dostun Rabiye. Ha, Rabiye misin? Qandaqa ahvalın? Yaxshi. Nuriman, bu Erhudulla otursidagi ish bo'g'ashqa o'tganda sana rost gap qilmagan edim. Endi sening davomli xo'rlanishingga zodi taqat qilib turolmayman. Kechda mening yenimga kelgin. Sana bir fursat yaratib beray. Eringning sana qilgan vafosizligini o'z ko'zing bilan ko'rgin. Nim deydigansan? Bu gaping rostmi? Rost. Kechda cho'qim kel. Apa? Ne buldunuz? Eshitdim.
Beşinimi bulmadım. Ay, bugün yağmur acayip qattiq yağdı. Shundaymi. Menga chiqay. Haras, Kerim aka, yiliq tari so'rin kutkish xotin bizni ko'sli olib yuriydi-ku. Voy tangay, men uqmadim. Nem bo'ldi ekan? 10 kunning yoqi uning qopiq faqatla ichilmaydi. O so'rin xotinni ko'rsamla, badanlarim tikanlashib ketadi-da. Political consultant 拿南瓜砸他，他说什么？未来新世纪，我们就来听一下明星们的麦。The political consultant Sajide. Ha? 我们就来听一下明星们的麦。 Bugungi turmush filmlari alamatgan jumon. Men sizga soat 11 dan keyin mushundaq esli filmlarni qo'ydi degandim-ku. Voy. Karamat kinolarga emasmi? Voy-ey. Yotoqqa kirmayla, eyiqdak changal soldi ekansiz. Siz meni qachongacha ahmoq qilasiz? Men bekordan bekorga sizga xotin bo'ldi ekanman-da. Undaqmi deb ketmang Sajida. Men sizga itdagan heliqi 30 gramlik bilag'zik, ha? Yana oliy darajali kiyim-kechaklar. Uni, buni og'zingizdan chiqqanini ipirvatyman-ku. Yana tek oltin uzuk. Medalyonlarni unutib qolmang. Voy aka, o'pish deganingizga qo'yningizga o'zimni assam bo'lamdi. Qushqash tutish uchunmi-chi? Bir siqim teriqning mardini kechmay bo'lmaydi. Yilimi 2 oydan beri saljidak chaplashqaningiz chaplashqan. 未来新世纪，我们就来听一下明星们的麦。The political consultant 大家做股的分别是周富喜，我们就来听一下明星们的麦。孙怡静。未来新世纪，我们就来听一下明星们的麦。 Bugün kesini çın tut. Barlıq nasqılıqlarını işiltip, Kerim'nin pulunu qolğu düşəgən aman. Saytaşçılıq sirki, heylik ormanlıqı apa. Əgər işimizə dəxli yetkizib, malını qoldan çıxırıb qoyduğan bolsan, mən seni hər qismi boş qoyatmayman. Anladın mı? Cinan alıman. Ey, Kerim aka, xap bo'lmang-a. Atdigan Guangzhoudan kelgan telefonni sizmi angladingiz-ku? Akam hozir necha top molni besib qo'yib, ikkimizni saqlayotdi. Biz endi ikki barmog'imizni burnimizga tiqib baramizmi? Savdo qilsam deydi ekansiz. Mushundaq fursatni qo'ldan berib qo'ydi ekansiz. Xotiningizdagi pulni qachon olasiz? Yoki bu savdoni qo'ldan berib qo'ygingiz bormi ya? Mening qo'qig'im bor. Mushu vaqtcha bir ishning beshini tutib baqmadim. Ya u ish aplashmasa, ya bu ish aplashmasa. Haras. Saharda Guangzhoudan bir top mol keladi ekan. Bu savdoni qo'ldan berib qo'ysam bo'lmaydi deb, bankadagi pulning hammasini olib chiqsam ish bitmadimi?
Pulni rostilla at eklalasizmi? Ekilaman. Vay. Demani vaqti telefon keldi kana. Vay. Akamma. İşlarning hammasi sen degandek bo'lyapti. Voy, tanish bilishlarni aran deganda 150 million topdim. Nima? Pul yetmaydi demsan? Men aytgan telefonda degandim-ku, Kerim akamdan 100 million qotadigan bo'ldi. Bilaman. Kim payini ko'p qassa, persent bo'yicha payini ko'p oladi. Nima? Ma'qul. Xotirjam bo'l. Ishlar chuqum sen degandek bo'ladi. Aytadigan Kerim akam pulni olib kelslar, ikkimiz yo'lga chiqamiz. Ma'qul. Xo'sh. Ha, angladim. Xotirjam bo'l. Xo'sh. Qarang, akam yana telefon qilibdi. Agar vaqtida bormasak, molni boshqalarga o'tkazib berdi ekan. Bo'ldilar. Men muncha kirib chiqay. Jiyinib chiqqandan keyin sizga deydigan tatliq gaplarim bor. Guangzhouning rayon nomeri emas. Bizning shaharning rayon nomeri turda. Hey. Hozirda telefon bergandim-ku. Yana nima ish? Boy yinada Kerim bor o'xshamdi, ha? Lekin har holda o'xshatdingmi? Faqat chonmidi. Hey. Sajida. Gap qilmaysan-ku. Hey. Sajida. Xroyin?
Kerim aka. Aşı zaslı pas xotiningizning zodi qanchalik puli bordi? Deb bering ha. 300 mingga qo'ydi. Voy tangay. Ishqilib ikkimiz 40 ming yuandan ortiq pulni bak xajlab tugatdik. Akamning boy degan gaplarini angladingizmi? Kim payni ko'p qassa, shu paydani ko'p oladi. Shunga ayolingizning zibznatlarini ep chiqsangiz, u pulga yaraydi emasmi? Ha? Nuriba? Sasi pes xotinning puli. Altın buyumlarım lazım bolsa mana men keldim. Namussiz şermendiler. Diyonetsiz resmanlar. Mana bu şermendiler. Nuriman, beni geçirgin. Ben izittim. Ben azgın. Ben raslı azgın. Ben adam emas. Benim yüzümü kımısan mı? İki balımızla yüzüne kıran Nuriman. Ben adam emas. Ben işi. Ben hayvan. Azanıyım. Endi mening ismimni tilga elishingga huquqing yo'q. Rost. Sen bir odimiy hayvon. Bilib qo'y. Men sendan ayrilganim uchun yosh to'kayotganim yo'q. Faqat shuncha yillar pok ishqimni berib dek ulug'lab Makkadek ayıqanlığım uchunla o'rtanyapman. Nurima, beni geçirgin. Seningdek dili qariyib ketgan, vijdoni suyuq, yuragi yunda avrazlarga aylangan odam bilan bir yostiqqa boshqa yo'q, ikki farzandning onasi bo'lganligim uchun yig'layman. Sen turmaga kirib, hech nimadan g'aming yo'q yashadim, lekin menchi ikki qizim ham seni bo'yni qisilmasin deb men nima kunlarni ko'rmadim. Mening yoshligim kir yundillar bilan eqib tugadi. Sen buni bilamsan. İki qizim ham sening bo'yningni qisilmasin deb men nima kunlarni ko'rmadim. Nurima, beni geçirgin. Ben adam emas. Ben adam emas. Dünyada o'g'irlik, yolg'onchilik, qotillik eng cho'ng gunoh. Lekin men ularni kechirib o'tdim-ku. Aroq ichib, butun bir zavodga o't qo'yib o'tgandim-ku. Men seni kechirgandim-ku. Biroq sen mening g'ururimni dastandi qilding. Oyxon qilib chayladim. O'zingni bulg'ab, yuzimga mijozat suvdim. Ben seni qandoqmi kechiray? Endi seni kim deydigan tilim allaqachon kesildi. Ağlayotam sensin axur. Bu ablah. Yok, Nuriman. Herkes undaq qilma. Agar sen beni öldürmezsen, iki balımız seni nemi dep qala. Ben bilemem, sen hakikaten beybaha göğersin. Lekin ben
bu göğerde kadırga yetmedim. Ben endi qanday qilay? Esqana, adolatli yo'l qaysi? Bu jahon razillar, tantana qiladigan jahonmi? Ah, senin nasang bo'lmamdi. Endi bu xo'rliqlarga chidayolmayman. Diqqatli chidayolmayman. Tuzkor ablah. Şuraya vurlandı. Unda qilma aka. Meni urma. İşte ablalar evli birleşip beni nemi qilmoqchisan? Ha? Senlerin maqsadi zodi nima? Demse dememse? Ya buzuq gap qilamsa? Gap qil davatimi. Gap qil. Ablalar evlen birleşip zodi nemi planlan tuzuştum? Ha? Zodi senlerin maqsadi nima? Gap qilamsa, gap qilmamsa? Ha? Gap qil davatimi. Gap qil. Zodi senlerin maqsading nima? Aytamsa aytmamsa? Gap qil. Ayta. Zodi maqsading nimati? Zodi senlerin planing nima? Gap qilamsa, gap qilmamsa? Ha? Sening turmushga kelib qilib bu gap qilmaysan bu. Ha? Javob ber davatimi. Ha? Gap qil. Bo'ldi, meni urma. Demaydigan bo'lsang, bo'g'izni bitaman. Meni urma. Ablaka meni tetay burunla. Sizning piyingizga tushishga buyurgan. Nima uchun? Ayolingizning puli uchun. Pulni nima qilishsa? Yeta davatimi. Oxirida. Gap qil. Ayolingizning qo'lidagi pulni elish uchun shunday qildim. Rost qildim. Bo'ldi. Meni urmang, bo'ldi. Bo'g'ib o'ldiribdimi? Bo'ldi, meni urmang. Meni urmang. Atdiganki, ham boyiq telefon abladin keldi shundaqmi? Gap qila. Shundaq. Bu sen so'rdi qilayotgan, sen pul tepayotgan narsa. Buni ta'min tetib baq. Pulni nega gapirib bermoqchisan? Saytash jilg'isidagi qadimiy o'rmonliqning ishchiga olib bermoqchidim. Rasma. Ha? To'xtabdi. Ko'rdigan kuning bor.
Abla, köylülüğünü körsetmeydiğin bolsan. Aldırmaydır. Abladan hesaplı ip bulup senin o boğazını bitemel. Vay, sakçı idaresi mi? Nurima, mende azgın bende. Adili hayvan. Sahabe kazanını çıkan tuzkor. Mehmet'in üçü, büyük mahcup. Dostlarımın kahveydi, yiyişim çok oldu. Ballarımla, kolum koşmularının yüzüki kalda karayım. Mehmet, cümbür çelişip babam evret baksının yaşırını yaşımını tüzük. Mama ölüm hak, baba kodum, kadaklarım. Ballarım, Nurima, beni elde keçirem. Nurima, Mehmet tuzkor münafık. Mehmet ademi hayvan. Nime? Kaçmakçı mı sen? Canım hadi. Bana içiniz ağrısın. Beni kutkuzuverin. Uxlap düşün resva. Berip şerikleringe haber yetkizmekçi mi sen? Men sileni 10 gündün beri küzüp kelyaptımın. Men Nuriman'ın en yakın dostu Rabiyem bolumen. Resva. Hadi. Men bir aileni veyran kıldım. Beni ursanız mı? Tanısanız mı meyli? Bu şermendi paskına. Ağzını yum. Sen bir aileni emez. Belki bütün cemiyetini veyran kılıvatsın. Beni koyuyordun. Sizge nemi gerek olsa şunu berey. Sen diyen kıroyun etkesçilerinin lanını işte. Sana ölüm hak. Canım hadi. Beni koyuversanızla. Bunun hemmisini sizge berey. Men ezip kaptım men. Şundaqtım o ayal kişinin koyaş edigen gep bağı. Bunda sesik pullarını göğünge ketken. Mağıma amal yok. Canım hadi. Rahim kılın. Sendeki zehirli çayallağı herkes rahim kılmaslık gerek. Senle rahim kıgallık öz balılarımızın kanını işken bilen beraber. Emdi ben kanda kılınan. Men allakacan sakçığı harakıp oldum. İyilillah barıdağın cayınға bar sen. Ay neymiş yoktu neymiş o kaldı. Nuriman'ın esli oldu da şu bak oldu ha. Ölüp mu? Hey okudu. Ağzınızı çiğkap. Şalap tutuyor. Hoşuna ağlap kırıp kutunduruk oldu da idi. Ha şunda mı? Allah. Kutunduruk yapsulattı ha. Emir kap geldi. Kaçırma. Emir kap geldi. Emir kap geldi. Ha boldu. Tokta. Tokta. Cepir şu Hayatlarına bakanda falan. İçeri köp çapa. Nertrola. Çapsa aprayla. Nertrola. Yola koşma. Yola koşma. Çapsan. Yol boşuna ha. Oylanla.
Şoför. Haydan. Tezrak. Ben boğandım. Çapsan bununla. Doktorxana haydan. Tez bununla. Çapsan. Kapaş kutumda. Tez bu da tez. Bu münafık. Sen kaç yüzümle bu melli geldin? Nuri ben senin için az yapacaktım mı? Vurunla bu hayvanı. Bu hayvan. Vurunla. Vurunla bu hayvan. Bu yüzsüz. Bu adam bombaydıgan. Vurunla. Vurunla. Münafık. Bu münafık. Adam mı mısın sen? Abla, sen anlaydıgan bolsam, oğlum olmay gitmey. Malqini. Pulchi. Avval men malni ko'rib boqay. Pulni olib kel. Keladigan pulmi yoki kelmaydigan pulmi u? Malni akitandiq ya. Xotirjam bo'l. Odimim 5 minut qolmaylar ketdim. Odimimdan hargiz chataq chiqmaydi. Abla! Sen omalimi? Oy, qochaydi.
Ata, ha? Atmamsan! Valla! nesliğu hava anamni Esli biz tigidin ham kırındaşvi Kesilse tırnığı bir natvannin Tilinar şu haman yürek bağrını Hakiki insan barçige amallı asayişlikni götürür alemken gider mi zaman gün sen bilin var savaplık işini